Denovda 3 yoshli qiz o'limi aybdorlari aniqlandi. Denov tumanida may oyida bozor ichida 3 yoshli qizaloqni notanish ayol pichoqlab o'ldirgan edi. Surishtiruv davomida aniqlanishicha, bu ayol ilgari ham bozorda o'g'irlik qilgani uchun sudlangan. 2024-yil 1-oktyabrdan sud uni ruhiy xasta deb topib, unga majburiy davolanish chorasini qo'llash haqida qaror chiqargan. Ushbu qarorni ijro etish, ya'ni ayolni ruhiy shifoxonaga joylashtirish Denov tuman Ichki ishlar boshqarmasi profilaktika inspektoriga topshirilgan edi. Ammo inspektor ayolni topa olmagani, bir necha marotaba uyiga borganini aytgan. Ayolning otasi esa qizini opasinikiga ketgan, ruhiy holati ancha yaxshi deya ta'kidlaydi. Natijada sud qarori bajarilmay qoldi va oradan ko'p o'tmay aynan o'sha ayol 3 yoshli qizchani pichoqlab o'ldirdi. Sud profilaktika inspektorini 3 yil ozodlikdan cheklash, 2 yil 6 oy ichki ishlar tizimida ishlash huquqidan mahrum qildi. Jazo tayinlashda qizchaning oila a'zolari da'vosi yo'qligi ham inobatga olingan. Qotil ayol esa respublika kuzatuvi kuchaytirilgan ruhiy kasalliklar shifoxonasiga majburiy davolash uchun yuborilgan. Bu voqea yana bir bor eslatadiki, birgina beparvolik inson hayotiga zomin bo'ladi. Surxondaryo haqidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lish uchun Jonli Surxon kanaliga obuna bo'ling.